Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор. Bo'ldi endi. Bor aql o'rgatma. Aka, bu aylantirgan olib bormasangiz dadamga aytaman. Aka, men kiyinib turaman. Tezroq chiqing. Qayoqqa ketyapmiz? Hozir men seni zo'r joyga olib boraman. Не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. Qomat Qodir, sen endi mana shu yerda o'tirib tur. O'tirdingmi? Mahkam ush. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumanining mahalliy va xorijlik sayyohlar uchun turizm markazi bo'lgan Imom-Ota turizm qishlog'iga keldik. Xudo xolis video davomida kerakli joylarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu Imom-Ota turizm qishlog'imizda dala hovlilar, zamonaviy mehmonxonalar, masjid, ko'ngilochar joylar va ziyoratgohlar mavjud bo'lib, bu yerga har yili 30 mingdan ziyod sayyohlar tashrif buyuradi. Bu ko'rsatkich yana 2025-yilda sezilarli darajaga oshdi. Chunki hozirlarga ta'riflab beryapman, keyin video davomida ham ko'rsatib boraman. Turli xil osma ko'priklar qurilgan. Buni evaziga sayyohlar ham juda ko'p tashrif buyura boshladi. Buni hisobida yana sanab o'tgandek dala hovli, zamonaviy mehmonxonalar kengaytirildi, shart-sharoitlar zo'r. Albatta mashinalarni qo'yish uchun avtoshoxobchalar ham qurildi. Xudo xolisa kelsangiz, ketkizgan vaqtingizga nima deydi? Achinmaysiz, maza qilib tomosha qilib, tabiat qo'yinidan bahramand bo'lib ketasiz. Qani ketdik. Bu zamonaviy osma ko'prigimiz yakka tartibli tadbirkor Jamoliddin Tursunov tomonidan 2024-yilda 1 milliard so'mlik loyiha asosida qurilishini boshlagan va 2025-yilda o'z nihoyasiga yetgan. Uzunligi 350 metr, balandligi esa 45 metrni tashkil qiladi. Bu zamonaviy osma ko'prigimiz qurilishi shu yillik 10 ga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minladi. Muhammad Qodir, sen olib kelgan joyim yoqdimi? Ha, yoqdi. Aka, bir qo'shig'im aytib bering. Bo'ldi, aytib beraman. Ketdik. Hozir biz aytib o'tganimizdek shu g'orga keldik. Bu g'orning nomi Orzu deb nomlanadi. Qara, hozir sen menga qo'shiq aytib berasan, men senga tepada qo'shiq aytib beraman. Bo'ptimi? Bo'ptimi? Bo'ldi. Endi menga Yitara shuncha bergan azobingda sharafani qo'llaringga unaman. Menga mikrofonni beringlar. Bu ziyoratgoh 18-asrda qurilgan bo'lib, 19-asrda andijonlik Mahmud Aliboy tomonidan qayta ta'mirlangan. 1892-yilda arxitektura yodgorligi sifatida davlat muhofazasiga olingan. Imom-Ota tarixdan Imom Muhammad Hanafiya nomi bilan bog'liq. Ba'zi tarixiy manbalarda u Hazrat Alining o'g'li, Xuroson hokimi bo'lganligi sababli shu nom berilgan. Islom dinining O'rta Osiyoga tarqalishiga hissa qo'shgani uchun Imom-Ota yoki Bobo Xuroson nomini olgan. Uning avlodlari keyinchalik qozilik va diniy lavozimlarni boshqargan. Barchangizni Imom-Ota turizm qishlog'imizda kutib qolamiz. Kutib qolamizmi? Hayır. Hayır.